电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆特莱克投资管理有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目第6季《Altın Göher丝绸之路之声》第4阶段半决赛。我是主持人李嘉德。Salam ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi hurmatli tomoshabinlar, shundaqla aziz baholovchilar. Ushbu damlarda diqqatingizda bo'layotgani Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Tilak mablag' silish boshqarish shirkati birlikda ishlagan cho'ng tipdagi televiziya to'r universal san'at programmasi 6-qaror Altın Göher Ipak yo'li sadosi programmasining yerim hal qilg'ish musobaqasi. Men riyosatchi do'stlar Nijat Ali Yaqub. Suyumlik ustozlarimiz bilan tanishib o'taylik. Davlatlik 1-darajalik artist Xalqyar Naqshchi Ipak yo'li sadosi programmasining bosh yetakchi ustozi, Jungo xalqaro madaniyat elchisi Abdulla Abdurim muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Davlatlik 1-darajalik kompozitor, ataqliq naqshchi, Xinjiang moda muzika jamiyatining muavin boshlig'i, madaniyat kasbidagi boshlamchi ixtisos egasi, mutaxassis Ablat Ablikim muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Tianshanning janub va shimolida zo'r olqishga erishgan yosh naqshchi va ijodiyatchi Tosh Muhammad Botir muallim, qarshi olamiz, xush keldingiz. Xinjiang san'at sho'yanining yosh naqshi o'qituvchisi, yuqori ovozli ayol naqshchi Aygul G'ulom muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Xinjiang san'at yurti muqam san'at o'mikining yosh naqshchisi, 2-qaror Ipak yo'li sadosi programmasining chempioni Kamil Jalil muallim, xush keldingiz, qarmag'aysiz. Alqishliq yosh naqshchi kuy elchisi Hazrati Ali Muhammad Tursun, qarmag'aysiz, deputatimiz, rahmat sizga. Ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi hurmatli tomoshabinlar, sizlarning xabaringlarda bor. Biz har qaror musobaqamizning adil va tartibli ilib berilishi uchun avtonom rayonimizdagi el so'ygan, xalqning e'tirof qilishiga erishgan san'atkorlarimizni har qitimliq yerim hal qilg'ish va hal qilg'ish musobaqaga baholag'uvchilikqa alohida taklif etgan edik. 6-qaror Altın Göher Ipak yo'li sadosi programmamizdami hammanglarga tanishlik bo'lgan, yillardan buyon san'at sohasida belgilik o'rin tutib kelayotgan bizning tövbkarlarimizni bu qitimqi musobaqamizga alohida taklif etib oldik. Hurmat ilikida ana shu suyumlik mutaxassislarimiz bilan, cho'lponlarimiz bilan tanishib o'taylik. Davlatlik 1-darajalik artist Xalqyar Naqshchi Ipak yo'li sadosi programmasining bosh yetakchi ustozi, Jungo xalqaro madaniyat elchisi Abdulla Abdurim muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik Partikom tashviqot bo'limining sobiq muavin kuzatuvchisi Xinjiangqa muallim, qarshi olamiz, xush keldingiz. Danglik kompozitor, san'at tadqiqotchisi Yasin Muqbil muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Davlatlik 1-darajalik rejissor, danglik shoir Muxtar Bo'g'ra muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. El so'ygan danglik naqshchimiz Umarjon Olim muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Elning e'tirofiga erishgan danglik san'atkor Ushur Qariya muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Mamlakatlik siyosiy kengash a'zosi, Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik san'at yurti opera o'mikining davlatlik 1-darajalik artisti Yuksak Shijoat muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Xinjiang san'at sho'yanining naqshi o'qituvchisi, lektor, 5-qaror Ipak yo'li sadosi programmasining yetakchi ustozi Ayshugul Muhammad xonim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Ataqliq naqshchi, 2-qaror Ipak yo'li sadosi programmasining yetakchi ustozi Adila Sidiq, qarshi olamiz, xush keldingiz. Xinjiang san'at yurti naqshi usul o'mikining naqshchisi Gavang muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Xinjiang muqam ansamblining davlatlik 1-darajalik artisti, naqsh kasbi bo'yicha magistr aspirant, ataqliq naqshchi, muqam tarbiyachisi Muhammad Tursun Barat muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Xinjiang san'at sho'yanining o'qituvchisi, yosh naqshchi, muzika ijodiyatchisi Abduali Sattar muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Yosh naqshchi 1-qaror Ipak yo'li sadosi programmasining chempioni Yusufjon Mijit, xush keldingiz, qarshi olamiz. Yosh naqshchi, muzika ijodiyatchisi Asqar Muxtar muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Yosh naqshchi 4-qaror Ipak yo'li sadosi programmasining chempioni Abdug'ani Yasin, xush keldingiz, qarshi olamiz. Ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, bizning bugungi yerim hal qilg'ish musobaqamizda Kamil Jalil ustozning cho'ng ustam guruhi, Ablat Ablikim ustozning Hardam bog' guruhi, Tosh Muhammad Botir ustozning Chish jamoati guruhi, Hazrati Ali Muhammad Tursun ustozning Imzor guruhi, Aygul G'ulom ustozning Dilkar guruhi bo'lib, jami 5 guruhidagi ustozlar, arzu yetakchilari, shunaqla mayirlar navbatda mana bu sahnamizda birlikda sizlarga ilib kelgan sovg'asini ijro qiladi. Qandoqda ustozlarimiz sahnamizga marhamat.
ey bir xiyoli bolmasa ey kunda kelemdi vay kunda kelemdi tavsiye su bolmasa ey qalğaç qunam dutaş ey qunam dutaş ey yare bir xiyali bolmasa ey kunda kelemdi vay kunda kelemdi hoş hey dost vay yare ay yare hamrığıma çiraylığıma tilge praydo bay koynunuz hamrığıma çiraylığıma tilge praydo bay koynunuz birni suyab birni tashlab ko'rgilamdi bay ko'ngliniz birni suyab birni tashlab ko'rgilamdi bay ko'ngliniz Kalmando dileklerim köymendo yüreklerim Talmando dileklerim köymendo yüreklerim Ayet günde bir kilep çakakinem çidamdo yüreklerim Ayet günde bir kilep çakakinem çidamdo yüreklerim Vay 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 Karı kaşım baminem kuşum kaş lazım emez Kardeşim baminim ki adaş lazım emez Ayxınım gül bir dua bağda durup yan içide Kendime kanda kılay şunca kalayıp içide Vay vay cinimey vay vay cinimey Vay 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 Bağda untulup kapta Xama suriğen arı Hanım örgiley leyli xalla Canım örgiley leyli xalla Düşümge kirip kapta Bağda oynayğan yarı Hanım örgiley leyli xalla Canım örgiley leyli xalla Lakin bulup oynayman Oylan teregide oy Lep lep karı kaş gözüm söylemek gelmem kayda vay Bilik bulup oynayman Yarın yüreğide oy Lep lep karı kaş gözüm söylemek gelmem kayda vay Lep lep karı Ay bulay haniyem ben yarim bulay haniyem Aylı ayga tatayma künni ayga tatayma Vay 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 Hoş günlük alemde yad edinne tatayma men yarim vay yarim Hoş günlük alemde yad edinne tatayma men yarim vay yarim Vay 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 Atаңның алқini болғанда қада Анаңның
çiçini arlığandı ak Ananın çiçini arlığandı ak Baxtga o'ralgan qomatingga baq U nima demagin u dal muhabbat Baxtga o'ralgan qomatingga baq U nima demagin u dal muhabbat Çoqalaq yazğan qirollik chaqlağı o'xshaydi. Xo'shallik izdiguvchilar uchun turmush ular yoqtirib rang bergan rasmdek huzurliqdir. Xohlaganda qushqa va yoki yomg'irga aylanadigan. Ma'nilik yashashni istamak bo'lsak, o'zimizga davomli ilhom beraylik. Bu ilhom sog'lomlik bo'lsin. Hayotimizga go'har sog'lomlik mahsulotlari hamroh bo'lsin. Go'har. Növbətdə B qrupidagi 3-cü numurluq mayirimizni səhnimizə müsabiqəsini tamamlaşqa çağırman. Səhnimizə bərəmət. Salam hörmətlik əziz tamaşibin dostlar, mən Taş Məhəmməd Batur Ustaz qrupsidən Reyhangül Musa boluman. Bu qitim nəhayət özümə işənən halda gəldim. Şu fürsətdə biz üçün əcr sığdırgan hörmətlik Taş Məhəmməd Ustazğa, Bilal Ustazğa çin könlümdə rəhmət eytiman. Şunun bilan birlikdə məni hər cəhətdən qollagan hörmətlik yoldaşım olma çin könlümdə rəhmət eytiman.
B guruhidagi 3-numorlik mayrimizmi o'z naqsini sahnamizda tamom qildi. Qanundaqda agarda tayyorliqlar bitgan bo'lsa, ekran oldidagi ko'rmanlarning guvohligida nomer taxtasini ko'tarib olgan bo'lsanglar, Yüksek muallim sizden başlap merhamet. 95 numar, 94 numar, 93 numar, 92 numar, 91 numar, 90 numar, 95 numar, 92 numar, 93 numar, 94 numar, 93 numar, 94 numar, 89 numar, 92 numar. Baş Ustaz Abdullah Abdurim muallim bergen numari 94 numar. Rahmet sizlerge armağaysizlar. Ahir neticini salkırıp birlikte alaylık. Merhamet. B grupu namı bilen musabiq qilish oldida turgan 4-numorlik mayirimizni sahnamizga taklif etib olamiz. Sahnamizga merhamet. Yaxshimisiz do'stlar, men Azizali Ustoz Imzor gruppusining mayiri Jalol Mehmet Niyoz bo'laman. 3-bosqich tugagandan keyin Azizali Ustoz yana bizga yarim hal qilish musobaqaga 4 naqsh bo'lib berdi. Bu naqshlarning hammasiga Azizali Ustoz o'zi bir qo'lliq yetakchilik qilish orqali naqshlarni eng yaxshi holatda, mukammal bir holatga keltirdi deb o'ylayman. Azizali Ustozga mush munosabat bilan ko'pdan-ko'p rahmatimni aytaman. Shundaqla o'zimni eng zo'r tirishchiligimni ko'rsatib, ustozimningki bizga uchun qilgan ajrini cho'qim yod qo'ymayman. Cho'qim yaxshi bir natija olaman deb o'ylayman.
Hörmətli mehmanlar, ekran aldidagi suyumli ko'rman do'stlar. Mana bizning yana bir nafar mayrimizmi yermal qulg'ish musobaqasida B guruhi nomi bilan o'ziniki numarini o'rlab bo'ldi. Qani undaqda baholug'chi ustozlarimizning qo'ygan numurlarini birlikda ko'rib baqaylik. O'xshagan bir tamoq bo'lsa yeb kelsak bo'lmamdi. Cho'ng ustamning xurishlarini olib, nima deysak o'xshaydi emasmi? Nadi bu? Dukka ismlik hamma yerda bor. Cho'ng ustamning nomi yetti shalshaga. Taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning nomi yetti shalshaga. Taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning cho'ngligi bor. Cho'ng ustam tayyor tamoq va tetik qo'llari. Yüksek muallim sizden başlansa 98 numar, 96 numar, 95 numar, 98 numar, 99 numar, 93 numar, 95 numar, 96 numar, 97 numar, 94 numar, 95 numar, 90 numar, 92 numar, 98 numar. Baş Ustaz Abdullah Abdurim muallim bergen numari 95 numar. Rahmat sizlarga, armag'aysizlar. Rahmat ustoz. Kenondaqda sizlar bilan birlikda qizg'in kayfiyatda B guruhidagi 5-nafar mayirimizni sahnimizga taklif eta olaylik. Sahnimizga marhamat. Yaxshimisizlar, men Aygul muallimninki shogirdi Abdulkar guruhininki o'quvchisi Ravizulloh bo'laman. Bu qitimliq yermal qilg'ish musobaqaga Tami Shinjang degan naqshini olib keldim. Aygul muallim bilan birga Absami ustozimizmi bizga nihoyatda cho'ng jihatda yordamlarni qildi. Shu sababdan bu qitimliq musobaqaga texnik yaxshi tirishib, texnik bekrak kuch chiqarib, al qilg'ish musobaqaga o'tishimizni umid qildim.
Birinci derecek mukofotga erishgan mayirni Shanghai Go'har guruhi 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. İkinci derecek mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Cho'ng Ustam yemeklik cheklanish sherikti 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. Üçüncü derecek mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Herdembag yemek içmek pay cheklanish sherikti cam yurishlik ichimliklari 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. 4. derecek mukofotga erishgan mayirni Xinjiang imzar kiyimlari 40 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. 5. derecek mukofotga erishgan mayirni Xinjiang tush jamiyati bilyard klubi cheklanish sherikti 10 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Albatta 6. derecalik mukofotga erishgan mayirimizni Xinjiang Dilkar kiyimlari 5 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. B guruhidagi 5-numurliq mayirimiz o'z naqsini tamomlab bo'lgandan keyin navbatda bizning 15 nafar baholovchi ustozimizning taxt ko'tarib numur qo'yishiga ehtiyojimiz bor. Yüksek Şicaat muallimdan başlap 97 numar, 97 numar, 95 numar, 99 numar, 90 numar, 96 numar, 98 numar, 97 numar, 96 numar, 97 numar, 97 numar, 97 numar, 94 numar, 94 numar. Baş Ustaz Abdullah Abdurim muallim 96 numar. Mübarek olsun inim. Ahirki neticini saltırıp birlikte görüp bakaylı. Merhamet. Qadrli ko'rman do'stlar, naq maydondagi hurmatli tomoshabinlar, shunaqla aziz baholovchi ustozlar. Ushbu damlarda diqqatingizda bo'layotgani 6-qaror Oltin Go'har Ipak yo'li sadosi programmasining yerim hal qilg'ish musobaqasi. Men riyosatchi Nijat Vali Yaqub. Yuqorida bizningki B guruhidagi 5 nafar mayirimiz o'z naqshlarini tamomlab bo'lgan bo'ldi. Qanundaqda C guruhidagi mayirlarimizni sahnamizga taklif qilishdan ilgari birinchi qaror Ipak yo'li sadosi programmasida chempion sharpiga erishgan do'stimiz Yusufjon Mijitni chiroyli naqshlari bilan sahnamizga taklif etamiz. Sahnamizga marhamat.我的故乡在那美丽的地方，环绕着雪山，像白云飘在天上。燕子山下，竹叶穿帮，泉水相声，像那交响的乐章。沙棘树又是和谐的象征。民族团结是心灵的故乡，美丽乡村，鸟语花香，依山傍水，秀丽的风光。我的故乡在美丽的地方，依山傍水，秀丽的风光。我的故乡在美丽的地方，你拥住我温暖的心房。乡在那美丽的地方，环绕的雪山像白云飘在天上。燕子山下，竹叶穿帮，泉水相声，像那交响的乐章。泉水叮咚，波光粼粼。手成影显得更加辉煌，红墙梦绕在故乡，故乡，你拥住我温暖的心房。我的故乡在美丽的地方，依山傍水，秀丽的风光。
我的故乡在美丽的地方，你拥住我温暖的心房。我的故乡在美丽的地方，依山傍水，秀丽的风光。我的故乡在美丽的地方，你拥住我温暖的星光。我的故乡在美丽的地方，依山傍水，秀丽的风光。我的故乡在美丽的地方，你拥住我温暖的心房。Dal mushtam shu. Men ichgan qoq suvi jamning qoq suvi. Aka bu jamning qoq suvi shundoq payzimikan? Albatta, ichib baqsang bilasan. Ukam, Abdulla ichgan qoq suvidan bizga nima keling? Jamning qoq suvidan deymiz. Sag'irib pishgan urukning toza may bog'lagan yerdan jamning qoq suvini tayyorladik. Shu yillar 75 da o'ltirib yegan ko'kchining ta'mini jamning ko'kchisidan tetidik. Jan dadamning yaxshi ko'radigan asal suyimi jamda bor. Biz ichib ko'ngan balliq chaqlarimizda uylarda ko'ygan bu ichimlikni endi qaytib topdik. Jam. Adamның hikayesi var, Hemmi gepni sana demeydu. Köp xemi var, yitip aşk kucha, Hemmisini sözlep şürmeydu. Her adamның hikayesi var, Hemmi gepni sana demeydu. Köp xemi var, aşk kucha, hemmisini sözlep şürmeydu. Her adamның hikayesi var, Rencimigin yursun hatırca, Ağrınmığın ağırın işini koy, Umu okşaşsınındek adam. Her adamның hikayesi var, Rencimigin yursun hatırca, Ağrınmığın ağırın işini koy, Umu okşaşsınındek adam. Var her bir hayatta, Yizilgini her xil başqacha. Sen bilmeysen kimden imigen, Sınaq tola davan aşkça. Hikayi var her bir hayatta, Yizilgini her xil başqacha. Sen bilmeysen kimden imigen, Sınaq tola davan aşkça. Hayat esli katta bir oyun, Cevabıdın asla direk yok. Hikayi var her bir hayatta,
Tushunmasang mayli kerak yo'q. Hayot asli katta bir o'yin, javobidan aslo derak yo'q. Hikoya bor har bir hayotda, tushunmasang mayli kerak yo'q. Har odamning hikoyasi bor, hamma gapni sana demaydi. Ko'p xema bor, yetib oshqucha, hammasini so'zlab yurmaydi. Har odamning hikoyasi bor, hamma gapni sana demaydi. Ko'p xema bor, yetib oshqucha, hammasini so'zlab yurmaydi. Salam bağlarlar, salam qadirlik birodarlarim, akadilar, ham ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Yana musha sahnada naqshlar bilan sizlar bilan didor muloqotda bo'lganligimdan xursandman. Har odamning hikoyasi bor nomli bu naqshini o'z hayot yo'lida o'zining hikoyasini chiroyli yozish uchun, o'zining eng yaxshi avtori bo'lish uchun tirishayotgan barcha qurdoshlarimga, davrdoshlarimga hadiya qilaman. Rahmat sizlarga. Degan chiroyli tekst bu, sizga bak chipti jumu. Sizmayliqi burundan boshqalarga yaxshilik qilsam deb shunda aktiv energiya taqitayotgan, olg'a intildirib, birga hamkorlashaylikchu, birga mangaylikchu deb hamma jihatdan tang yetaklab atrofingizga do'stlaringizga nur chaqnatayotgan, programmalar orqali bizning qalbimizni illatayotgan, shunchalik yaxshi bir holatda, ma naqshingizning tekstimi shunchalik yoqdi. O'zingizga shunda chipti, unisi haqiqiy bir pishqon, haqiqiy bir o'sib yetilgan Nijotni ko'rdim. Baxo'sh bo'lib ketdim, bak so'ylab ketdim. Xursand bo'ldim. Nijot ukam hamda o'zi nihoyatda danglik riyosatchi. Hammamizning ko'ngliga ayon. Hamda shu riyosatchilarningki eng oldingi qatordagi yaxshilarningki ichidagi inim. Rahmat. Men yaxshi ko'radigan eng yaxshi riyosatchi inim. Hamda mushundaq riyosatchi degan ovoz bilan, o'ziningki diti bilan, fikr bilan nihoyatda ravon gap, tili so'zlari bilan bo'ladi. Mushu bir talaylarning ichida ovozi bilan degan gapim borda, shu mushundaq yuqori sifatli, pokiz, yaxshi bir ovoz sharoiti Nijot inimda bor. Mushu ovozni hamda yaqindan beri naqshiga tarafga yo'tkab, mushu chiroyli ovozni naqshida ishlatishni uchun mushundaq tirishchilik ko'rsatdi. Hozirgacha necha qitimliq sahnalarimizda 80-yillarda moda bo'lgan naqshlarimizni o'ziga yarashtirib, nihoyatda chiroyli aytib, bizni yana shu kiyimlari bilan sahnaga chiqishlar hammasi shu yillarni biz davrlarni bizga ko'nglimizga bir aslima qilib mushundaq nihoyatda o'zgacha likni ato qilib kelayotgan bugungi mening bilishimda Nijot inim tunji ijodiy naqshimi qanday yana bo'lganmi? Bu naqshining teksti Tursunbegning. Ya'ni Tursunbeg ismli bizning yaxshi bir qalamkash do'stimiz. Yaxshi inimiz. Muzikasi O'zamning. Buni men do'stlardan birikida Tursunbegning do'stlardan birikida mushu she'rni ko'rib qilib, go'yoki menga aytib berayotgan bir she'rdek va yoki hammamizning bir hissiyotimizni ifodalayotgan tuyg'udek bilib o'zim g'ingshidim. Hamda shu vaqtida g'ingshib yetiblam, to'xta, buni bir o'ngilib olay telefonimda deb o'ngilib olib, Ağinam Keremcan Muhammed Ali'ga müracaat qildim. Adaş, men ijodiyatchi emas. Ham mening naqshi sohasidami cho'lpon bo'lib ketish orzuyim yo'q. Biroq hozir mushu she'rni o'qiyotgan minutda menga mundaq bir melodiya yodimdan kechdi, ham shundaqla dilimga silindi. Mening mushu bir melodiyada mushu naqshni aytib baqqim bor. Mayli bo'lsin, bo'lmasin, faqat o'zimning bir naqsham va yoki o'zimning tuyg'urim degan hissiyatda menga bir muzik ishlab bersang desam, muzik ishlangandan keyin akkordlashtirib bergan bo'ldi. Uningga bizning gitar ustasi Abobakri muallim qamlashtirib gitarlarni chap bergandan keyin bu asar bitib sizlarga sunilib turibdi. Rahmat. Bu naqsha yaxshi bo'libdi bu. Endi Nijotningki cho'lpon bo'lib ketmasammi dedi. Nijot inim riyosatchilikda cho'lponsiz. Riyosatchilik sahnasida cho'lpon bo'lib qolgan. Inimiz sizga. Mushu naqshlaringiz bilan yana ortiq bir talantingizni bizga namoyon qilyapsiz. Hamda odam o'z badanida bo'layotgan talantni
ishlatmaslikning o'zimi bir bexillik. Shunga endi bu enim yaqindan beri Salvador degan markada o'zining mahsulotini e'lon qilishdan beri bizning qadamlarimiz taxi yetmidi. Bir Salvador markasidagi yana bir shunday choy taomlar bir sarayini echib olganligini to'rlardan ko'ryapmiz enim. Bizning bayon shu naqshingizda deyilganidek har kimning o'z hikoyasi bor. O'ziga tushliq dard g'amlari bo'ladi degan tushliq. Bizningki beshimizda bo'layotgan oilamizdagi shunday bir ishlarimiz bilan, g'amlarimiz bilan shunday gapni qilmay deb shunday diqqat qilaman. Shu vaqtning o'zida enim Mo'minjon qarindishimni qattiq sig'inib qoldim. Bir chavoq beraylik, Mo'minjon akamning salomatligi uchun ham eng tez surat sahnamizda paydo bo'lishi uchun hammamizning orzulari shu. Shunga barliq ishlaringizning taxmin natijalik shunday dag'dam yurishib ketishiga chin qalbimdan tilakdoshman ukamjimo. Rahmat aka. Yaxshi naqsh o'tdi, muborak bo'lsin sizga. Bu naqshini dastlabda men anglab oldimmi deyman ijodda. To'g'ri, Afkama biz shu Salvardo qahvaxonasininki bir ichilish murosimi Chida shu kuni Nijat inimdan angladim. Biz hammamiz nayt hayajonlandik. Hammadan bek hayajonlanganim ijodiyatmi Nijat o'ziniki emasmi, muzikasi. Uni nayt yaxshi bizga deydi-chi, men bir ijodiyatchi emas, bu hamda bu manda aytganda yerligirak so'z qaltisi desam bo'ladi bu Nijat. Bu Nijatning qaltisidagi gap so'zga hech nima to'g'ri kelmaydi. Albatta naqshini mana mushtaq shaklda issoq bo'ldi Nijat. İzchil mashmush bir qancha yildan buyon chiqayotgan naqshlar intayin yaxshi anglag'uvchilarga zo'q beryapti. Qayilg'ini qo'zg'atib ukam xuddi biz seni yaxshi ko'rgandek nurg'un adam naqsh tarafdan yaxshi ko'ryapti. Davomli naqsha va shu chiroyli gaplar bilan bizga hamroh bo'lishingni chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat qadrli ustoz. Rahmat sizga. Adaş. Sana medile üzülmeydi. Nurgun çıraylık medile bulatıdı. Nakşan doğruluk mu? Şunda hoş öp gettik hakikaten. Abletkem dedi, taşmetkem dedi, başka sözlerim dedi. Sen bizden, ben bana noktadan desem, sen bizden ma devirdaş ballarının arasında, mesela biz 80'den kinti olan ballarının arasında, sen nayt aktif enerjilik, nemunilik, devir yaşlarından avantgardlarından birisi adaş. Sen biz turmuştu mu, şundak senden suyunduğun ağınımız, meyil üzanlar yasaçı kesbon olsun, abay abletkam degendek, hakikaten biz sana pek uciyetten kol kuyumuz, hakikaten suyunumuz kavatkan hizmetlerinde, ama nakşan hakikaten çıraylı koptu. Şuna, senin tekimi davamlaştırır şuna ne? Bizga mushundaq har vaqt aktiv mushundaq bir energiyalaringni uzib qo'ymasligingni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Seni ko'rib xush bo'ldik arkadaş. Rahmat. Xush bo'ldik arkadaş. Sen shu Abi Hazretli degandek shu bizga har jihatdan ulgulab mana shu tegishlik bir og'inimizning bizsa ishlaring texim yaxshi bo'lsin, san'at hayoting teximi gullansin. Mening ko'rapamga kelsan desam. Salomat bo'l arkadaş. Ishlaring yaxshi bo'lsin. Ishlaring texim yaxshi bo'lib ketsin. Rahmat. San'at hayoting qutlug' bo'lsin. Rahmat birodarlar, akadilar. Belki yaxshi tilaklar tilendi. Sening sovg'atingga rahmat. Bu naqshining so'rni bo'lgandan keyin avval o'zining qinida bor buning san'at tarafdagi tabiiy talant. Ikkinchidan yana shu aralashayotgan do'st birodarlari, aka-adilar hammasi shu naqshchi, muzikant bo'lgandan keyin shu kallasi ochiq odamga ishtik bir narsa juqutda mana birdan-birda naqshlarni bizga anlatyapti. Mana endi ma ijodiyatni ko'mamizlar. Men shu deyman, shu bir ishning o'disidan yaxshi chiqqan bir odamga ikkinchi bir ishni topshirsang cho'qim ashning o'disidan chiqa oladi. Agar mushu o'zi qilayotgan, o'zi eng yaxshi ko'rayotgan bir ishning o'disidan to'liq chiqmagan odamga ma'noda bo'lmaydi ekan, boshqa bir ish beray, ma'noda bo'lib qolishi mumkin desa yengilib ketadi demoqchiman-ku. Shunga bu Nijat o'ziniki o'zi yaxshi ko'rdigan riyosatchilik sohasida baydan beri fikrlarimiz degandek nayt yaxshi. Shunga san'atdimi, yana naqshidimi aytibdi, ish qilib hammamizga yardi. Ajoyib bir tuyulmadi-ku. Xuddi zot burundan tatib aytib kelayotgandek, ya bo'lmasa bir mezgil tutulgandek bir kayfiyat kirib ketib qolding-da. Bo'pti inim, yaxshi bo'lsin.
Salvador degan markani vujudga chiqarib yaqindan beri sen qanday ish qilsang umuman jamiyatga foydali ish qilsa biz ishlaring yaxshi bo'lsin. Salvador deydigan bir tabiatxona bor. Uyaga biz ablat degandek berib qo'yamiz. Borimiz. Adres nada uning? Men ayrim bag'aq avatib, Ipak yo'li sadosidagi barliq ustozlarga, yo'ldoshlarga bir aduq chay qo'yay. Shu vaqtida o'zim taqdiravon bilan sizlarni qahvaxonamga boshladim. Bo'ldi. Biz borsak xatimiz yo'q. Sizlar uchun bir maydonni o'rlashtiramiz. Xo'p. Aman bo'lg'in. Rahmat. Yana bir qatim barliq ustozlarga, ham shunaqla ekran oldidagi ko'rmanlarga tashakkurimizni bildiramiz. Ipak yo'li sadosi programmasi ro'yobga chiqqan 10 yilga yaqin vaqt ichida film ishliguvchimiz ham ustoz rejissor Muxtar Bug'ra apandim, ham shunaqla Abdulla Abdurim apandim bilan birlikda yana nurg'un sizlarga o'xshash to'pkor san'atkorlar bilan bir sahnada turib, sizlarga va sizlar sabablik ko'rmalarga xizmatda bo'lish sharpiga erishibdiman. Bu meningmi hayot hikoyamga yozgan bir natijali bir kashmishim deb o'ylayman. Albatta, mana shuningdek yaxshi fursatlarda o'zimizning baxtiyorligimizni, xushligimizni turli usullar bilan namoyon qilishga haqliqmiz. Ipak yo'li sadosi programmasini garchi musobaqa turida ilib berilgan bir programma deb bilsakmi, men hech zamon bu ya'ni jang maydoni ya musobaqa maydoni deb bilib boqmadim. Aksicha bu bir bog', bu bir gulistonlik. Bu gulistonlikda sizlarga o'xshash bog'vallar turli tuman gul chechaklarning o'z oldiga o'ziga xos xushbo'y hid chechishi uchun ajr qilyapsizlar. Sizlarning amgikinglar bilan, sizlarning zehninglar, ham shunaqla bebaho vaqtinglar bilan nurg'un san'atkorlarimiz, har millat naqsha shaydolari, ham shunaqla do'stlarimiz joy-joylarda cho'lpon atılyapti, naqsha atılyapti. Eng bo'lmaganda o'zining san'at yo'lida bir kishilik nisibisini tepib yeyapti. Shunlashqa men mush fursatda 10 yildan buyon sahna uchun ajr qilayotgan sizlarga o'xshash ustozlarga tashakkurimni bildiraman. Hamda barliq do'stlarimizning mana shunday go'zal vatanda, baxtiyor davronda o'z hayot hikoyasini chiroyli naqsh kabi aytishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat. Aman bo'linglar. Ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, 6-qarar Oltin Go'har Ipak yo'li sadosi programmamizning yerim hal qilg'ish musobaqasi sizlarning guvohliklaringlarda qizg'in holatda davom etmoqda. Navbatda bugungi musobaqamizga alohida taklif etilgan hurmatli faoliyatchilarimiz qatorida sanalayotgan Şinjan san'at yurti Muqam ansamblining davlatlik 1-darajalik artisti Muhammad Tursun Barat apandimni bizga chiroyli naqshlari bilan ko'ngil sovg'isini hadiya qilishga taklif etdik. Sahnamizga marhamat. Sana dildar, vay halim ne qilmedim izhar. Amen koydim sana dildar, vay halim ne qilmedim izhar. Vay tar yolda qarashtık biz, vay gün gözledim yolda vay qarashtık biz, vay gün gözledimin ot var. Yüreğimni loh koştek, vay otqa taşlı yalan sen. Yüreğimni loh koştek, vay otqa taşlı yalan sen. Derdimge gülüp koyup, vay nakşa başlı yalan sen. Derdimge gülüp koyup, vay nakşa başlı yalan sen.
izharim etir güldek vay yar işkim demez düşman kabul kılsam izharimni vay soğat qilay baharimni kabul kılsam izharimni vay soğat qilay baharimni vay soğat qilay baharimni Ekran aldıq əziz görmənlər, naq meydanda görməklik tamaşaçılar. Növbətdə sizlər görüyotqan Altın Göhər 6-cı qarar İpək Yılı Sadası proqramımızdan yerim həll qılğış müsabiqəsində B qrupida müsabiqələşkən 5 mayırimizdən müsabiqəsi tamamlanğan boldu. Xenondaqda bu mayırlarımızdan qaysı 2 nəfər mayırımız bizdən həll qılğış müsabiqəmizə kirdiğandı. Bəlkім nəticəni görüşkə sizlərmə aldırayotqan buluşanlar mümkün. Aldı bilən 5 nəfər mayırımızı səhnimizə təklif etdimiz. Səhnimizə mərhəmət. İpek yolu sadası. Buldu hörmətli görmən dostlar, 15 nəfər bahalıqçı ustazımızdan adillıq bilən numar qoyuşı nəticəsində B qrupidagi 5 nəfər mayirimizdən mı axırqı nəticəsi xulaslanıb çıxdı. Məxbirə Qadi 94,73 numaraga erişdi. Əbeydullah İbrahim 97,88 numaraga erişdi. Reyhangül Musa 92,85 numaraga erişdi. Cevlan Mehmet Niyaz 95,54 numaraga erişdi. Ravi İzdullah 96,23 numaraga erişdi. Bunun içinde Əbeydullah İbrahim 97,88'lik numara bilen birinci, Ravi İzdullah 96,23 numara netice bilen ikinci bulup bizden hal qılğış müsabiqimizga tayyor bo'ldi. 2 nəfər mayırımız aldığı bir qədəm alğan bolsalar, cavablarımız bilen sizlarni təbrik qılırsak, mübarək olsun. Sizlarning hal qılğış müsabiqada texnik yaxshi natijalarni qo'lga keltirishinglarga chin ko'nglimizdan tilakdoshlik bildiramiz. Mübarək olsun. Albatta bizning bugungi yerim hal qılğış müsabiqimizda sahnada ajoyib chiroyli naqshlari bilan bizning ko'nglimizni shod aylagan, ham shunaqla o'zlarining katta tayyorligi bilan bizning qoyilligimizga va mayilligimizga erishgan bu 3 nəfər mayirimizga Göhər guruhining alayida tayyorlagan ko'ngil sovg'alari bor. Ko'ngil sovg'alarimizni yetkazib berishga bugun baholig'ichilik martabasi bilan huzurimizga yetib kelgan suyimli ustozlarimizdan Yuksak Shijoat muallim, Muhammad Tursun Murat muallim, Adila Sidiq xonimni sahnimizga taklif etib oldik. Sahnimizga marhamat. Mana bizning 6-cı qarar İpək Yılı Sadası proqramımızda yerim hal qılğış müsabiqəgəcə menib gələn dostlarımızga Münəvvər Naqşçı mükafatı verildi. Sizlərning bundan keyingi qadamlaringlarning texmi natijilik bo'lishini, texmi katta sahnalarda cho'lpon bo'lib chaqnashinglarni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Muborak bo'lsin. Qadrli görmən dostlar, 6-cı qarar Altın Göhər İpək Yılı Sadası proqramımız intayın qızğın keyfiyyatda davam etiyotidi. Albatta, bizning suyimlik naqshchi dostlarimiz yerim hal qılğış müsabiqədə hər qaysı qruplarga bo'linib, o'z gruppasidagi mayirlar bilan keskin raqobatlashmoqda. Xenondaqda navbatda musobiqalash oldida turgan C guruhidagi mayirlarimizning bu sahnadagi tayyorligi qandaqdir? Hammaylar birlikda ularning ifodasi orqali savollarimizga javob topaylik. Xenondaqda oldi bilan C guruhidagi 1-numurliq mayirimizni sahnimizga olqishlarimiz bilan, madad ilhomlarimiz bilan taklif etamiz. Sahnimizga marhamat. Yaxshi misol do'stlar, men Hazratali ustoz Imzor guruhidan Zulfiqor Adil. Vaqtimga yarim hal qiluvchi musobaqada biz 4 naqshga tayyorlik qildik. Bu 4 naqshini cho'qim oxirgacha yaxshi yetib chempion bo'la olaman deb o'ylayman.
那天，我看着你走远，所有承诺化成了句点，独自守在空荡的房间，爱与痛在我心里纠缠。我们的爱走到了今天，是不是我太自私了一点？如果爱可以重来，我会为你放弃一切，想你的夜，多希望你能在我身边，不知道你心里还能否为我改变。想你的夜，求你让我再爱你一遍，让爱再回到原点。分手那天，我看着你走远，所有承诺化成了句点。独自守在空荡的房间，爱与痛在我心里纠缠。我们的爱走到了今天，是不是我太自私了一点？如果爱可以重来，我会为你放弃一切。想你的夜，多希望你能在我身边，不知道你心里还能否为我改变。想你的夜，求你让我再爱你一遍，让爱再回到原点。想你的夜，多希望你能在我身边，不知道你心里还能否为我改变。想你的夜，求你让我再爱你一遍，让爱再回到原点。Chiroyli naqshlardan birlik to'zdirgan bo'ldik. Navbatda ekran oldidagi ko'rmanlarimizning guvohligida 15 nafar baholovchi ustozimizni numur taxtasi ko'tarishga taklif etamiz.
电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由新疆特莱克投资管理有限公司、新疆艾米勒文化传媒有限公司、新疆博格拉商贸有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目第6季《Altın Güher丝绸之路之声》第4阶段半决赛。我是主持人李嘉德。Salam ekran aldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi hurmatli tomoshabinlar. Növbəti diqqətinizdə bulunatqını Şinjan Tilak məbləğ silish başqurish çəkiliş şirkəti, Şinjan Əmra Mədəniyyət Taqiti çəkiliş şirkəti, Şinjan Buğra Soda çəkiliş şirkəti birlikdə işləyən çoğun tipli televiziya tor universal sənət proqramısı 6-cı qarar Altın Güher Yipək Gölü Sadası proqramısının yerim həll qılğış müsabiqəsi. Mən riyasətçi dostunla Nicat Vəli Yaqub. Kendondaqda ustazlarning tayyorligi bitgan bo'lsa, yüksek muallim başlab numurlar berilgan bo'lsa, rahmat sizlarga. 95 numur 96 numur, 94 numur, 95 numur, 93 numur, 94 numur, 94 numur, 91 numur, 91 numur, 94 numur, 95 numur, 95 numur, 92 numur, 96 numur. Baş ustazımız Abdullah Abdurim muallimning bergan numeri 95 numur. Rahmat ustaz, armag'aysiz. Kendondaqda oxirgi natija chiqchilik saqlab qo'yaysiz. Marhamat. Növbətdə yerim həll qılğış müsabiqimizdə C qrupuga ayrılğan mayırlarımız içidən 2-ci numurluq mayırımızı səhnimizə qızğın alqış sadalar içində təklif etimiz. Səhnimizə bərabər. Yaxşımsızlar, ekran aldidagi ko'rman do'stlar. Men Toshmamat Batur gruppasidan Raziya Erkin bo'lman. Men yerim hal qilish musobaqaga jami 4 naqsh tayyorladim. Agar shu yerim hal qilish musobaqasidan tanlanib o'tib ketib qolsam, keyingi musobaqada naqshlarimning hammani yaxshi ijro qilib, yaxshi bir natija yaratish uchun cho'qim tirishaman. Ana ecri ezim derya akar seldek urup dolqun Ana ecri ezim derya akar seldek urup dolqun Ferzent aşkıya vücududa Yanar ateş bulup yalqın Ferzent aşkıya vücududa Yanar ateş bulup yalqın İnip aksı tepip kuvvet Öser perzent ana sidin İnip aksı tepip kuvvet Öser perzent ana sidin Yitilgeymer qaran oğlan Onun ecri vefasıdır Yitilgeymer qaran oğlan Onun ecri vefasıdır
razı İrseçin vapasıga Ana perzendin razı İrseçin vapasıga İrseçin vapasıga Oy, oy İrseçin vapasıga İrseçin vapasıga Mayırlarımızın hazırkı hayacanlıq hissiyatını düşünüşkü bulduğunda olsa, mayırlarımız öz naqşılarını tamamlap boğandan keyin 15 nefer bahalıqçı ustazımız qandaq numur berdikin birlikte görüp bakaylı bulamdı. Bugünkü faaliyatda nima kiysam bo'la? Albatta imzor kiyimiz. Nişan qilsang shuhrat tepishni, odat qilg'in imzor kiyishni. Agar do'stlarning tayyorligi bitgan bo'lsa, numar taxtasini ko'tarib bergan bo'lsanglar, qandoqda 3, 2, 1 yuksak muallimdan boshlab 96 numar, 95 numar, 96 numar, 93 numar, 93 numar, 96 numar, 96 numar, 94 numar, 94 numar, 98 numar, 97 numar, 97 numar, 95 numar, 95 numar. Baş Ustaz Abdullah Abdurrahim efendimning bergan numari 95,5 numar muborak bo'lsin. Ahmet dileymiz, rahmet. Qadrli ko'rman do'stlar, Ipak Yo'li Sadasi programmamizning 20 hal qilg'ish musobaqasi o'z tartibi bo'yicha nihoyat ravon davomlashmoqda. Qandoqda bizning 20 hal qilg'ish musobaqamizda C guruhidan 3-numurliq Mayer deb atalgan do'stimizni sahnimizga hayajon bilan taklif etib olaylik. Qaysi naqshlar bilan bizni xush etadikin sahnimizga baraman. Salam ekran aldık aziz görürmenler. Ben Aygül Malım'ın okuvası Aziz Turgan'dan barçanlar salam. Bu ketimki 20 el qılğış musabık bilen el qılğış musabıqqa 4 naş tayarlap geldim. Bularning hammasini Absami ustaz bilen Aygül ustaz birlikte o'tirib ma tayarlap berdi. Hamma ekran aldım ularga rahmatini yetkazman. Shundaqla bu ketimki el qılğış musabıqqa kirishga ishonchim bor. Ben sana etsam canan herkes yenimden ketmegin Bir sana köygen yürekni bunca zerdab etmegin Her gece zulmet bilinse yoruttun gündüz kılıp Canlarımga can ketip emdi yenimden ketmegin Canlarımga can ketip emdi yenimden ketmegin
Kündüzü xiyal qılıp kechqurun sig'inaman Uyqudan bedor ko'zlarim necharat to'lg'inaman Uyqudan bedor ko'zlarim necharat to'lg'inaman Bunca tatqucu buldu bu gönül bir etvar Şunca güller arsidin goyat kendek ilgin Neçe yıl qancha ömürge ikimiz bergen tabir Emdilikde bu köngülge birelmey yürüdüm sabir Ketmegin desem kitip sen yıkladım yalnız yürüp Negi bar qayerda yursan bu qalbim sana esir Neçe yıl qancha ömürge ikimiz bergen tabir Emdilikde bu ko'ngilga berelmey yürüdüm sabir Ketmegin desem kitip sen yıkladım yalnız yürüp Negi bar qayerda yursan bu qalbim sana esir Ketmegin desem kitip sen yıkladım yalnız yürüp Negi bar qayerda yursan bu qalbim sana esir Negi bar qayerda yursan bu qalbim sana esir Sübət və ünümcəhətdə meylanı qayıl və mayıl qıған altın göhər və ay göhər teri asıraş məhsullatları bilən rayonumuzun güzellik quruluşida bösüş xarakterlik nəticə yaratqan Şanxay Göhər Guruhi programımızın tajdarlığını aldı. Əla sübətlik yürüşlük məhsullatları rayonumuzdaki aşxanalarga və inaq ailələrə sınıb kirgan. Tetutqu sahasida sərkərdilik rolunu oynavatqan Şinjan Çoğun Ustam Yeməklik Çəklik şirketi programımızı alayda tələb qıldı. Rayonumuz təvəsində yemək-içmək sahasındakı başlamçı karxana Şinjan Hərdənbağ Yemək-içmək Payçəklik şirketi programımız bilan strategilik həmkarlaşdı. Programımızda yuqur sübətə kapadat qılğan yeni davr alayidligiga ega Şinjan imzar kiyimləri alayda qo'lladı. Təntarbiya bilan san'atni birga elib yengayotgan Şinjan Çüş Cəmiyyəti Bilyard klubi çəklik şirketi programımızga yaqindan yordam berdi. Rayonumuzda güzellikni sevgichi xonim qizlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan sifat va fason jihatda xonim qizlarning olqishiga, shunaqla e'tirof qilishiga erishayotgan 18 yillik tarixga ega Dilkar kiyimlari programmamiz bilan alohida hamkorlashdi. Qadrli tomoshabinlar, ekran oldidagi suyimli ko'rmanlar. Navbatda bizning C guruhidagi 3-numurlik mayrimizmi o'z naqsini ijro qilib bo'ldik. Qandoqda ustozlarimizning tayyorlik qilib bitgan bo'lsa, qo'llaniladigan numur taxtasini bizga ko'rsatgan bo'lsanglar. Yüksek muallimden başlap 98 numar, 97 numar, 97 numar, 94 numar, 96 numar, 98 numar, 97 numar, 97 numar, 95 numar, 95 numar, 94 numar, 95 numar, 96 numar, 94 numar,
Baş Ustaz Abdulla Abdurrahim muallim bergen numar 96 numar mübarek olsun. Ahırkı netice çıkıcılık biz yana davamlıq C grupidagi 4-cü numurluq mahirimizning növbəti bizga ilib kelgan musobaqa numurga birlikda ishtirok qilaylik. Sahnimizga marhamat. Yaxshimisilar do'stlar, men Ablat Ablekim ustoz Ardambag gruppasining Ilhomjon Rasul bo'laman. Bu qatimqi yerimal qo'lg'ish musobaqaga men to'liq tayyorlik bilan, to'liq ishonch bilan keldim. Bu qatimqi shu mashq jarayonida bizga ustozning bergan ta'limlari bilan biz shu oldingi qatimqi bosqichlarda bekroq o'zimizni joriy qildiradigan yaxshi naqshlarni tayyorlab keldik. Bizni zo'r kuch bilan qo'llagan, bizni tarbiyalagan ustozimiz Ablat Ablekim ustozga shu ekran oldida ko'p rahmatimni bildiraman. Ham meningki qo'llovchilarimga ham, urug' tuqqanlarimga, yaqinlarimga ham ko'pdan ko'p minnatdorligimni bildiraman. Özledi bağrım benim, mihri baharım kelmegeç. Bağ ara yeganı menzi anarım kelmegeç. İntizarlı İçide hicran gücü buldum bugün. Ah ecep biçare men dilga yakarım kelmegeç. Ah ecep biçare men dilga yakarım kelmegeç. Baş ilip kitey dedim, tekli makamның çölge. Naz qilib ko'zi bilan qiya bakarım kelmegeç. Ko'z yeshimdan suv sepib cho'llarni bo'ston aylasam, bağlarımda gül bulup ipar çaçarım kelmegeç. Bağlarımda gül bulup ipar çaçarım kelmegeç. Yürgüm yığlar menin Mecnun
derdin bilen ming paradur aşık yürek Ah uray Mecnun bulup Leyli misalım gelmegeç Ah uray Mecnun bulup Leyli misalım gelmegeç Tuş Cemiyeti Biliyat Kulübü fakat ticaret sorunlu bulup kalmay her tavallikteki musabıqa noktamızdır. Köngül içiş, musabıqa, sahne, azadı muhit, rahat kayfiyat birleşken Tuş Cemiyeti Biliyat Kulübümüz biliyat kızgınlığını yuqur kötürüş ve xeridalarga huzur beg'ishlashni maqsad qilgan. Şinjan Tuş Cemiyeti Biliyat Kulübü çeklik şirketi. Men Baxtiyor Mahmud Tuş. Tuş Cemiyeti hemmimizning jamiyati. Qani birlikda Tuş Cemiyetiga jam bo'laylik. Qadrli ko'rman do'stlar, yiqimliq naqshlardan hozirlandik. Hamda birlikda ustozlarimizning numur qo'ydigan paytlariga ulashdik. Baholg'uch ustozlarimiz numur taxtasini ko'tarib, navbatdagi mayirimizning sahnadagi ijrosi qarta o'zlari bildirgan numurlarni bizga ko'rsatgan bo'lsa. Yüksek muallimdan başlansın. Qanundaqda 3-2-1 98 numur 98 numur, 96 numur, 95 numur, 97 numur, 96 numur, 97 numur, 96 numur, 95 numur, 97 numur, 95 numur, 96 numur, 97 numur, 95 numur. Baş Ustaz Abdullah Abdurim muallim bergan numeri 96'dan ondan 5 numur mübarek olsun. Bulduğunda olsa ahirki netice çıkışçılık aramağaştırın. Merhamet. Qadrli ko'rman do'stlar, naq maydondagi hurmatli tomoshabinlar. Navbatda biz C guruhidagi yermal qilg'ish musobaqaga qatnashgan eng oxirgi mayirimiz, ya'ni 5-mayirning navbatda ijro qilgan naqsiga quloq solamiz. Qanundaqda 5-numurlik mayirimiz C guruhiga vakolatan sahnimizga marhamat. Yaxshimsizlar ekranidagi aziz ko'rmanlar, men Cho'ng Ustam guruhining, ya'ni Kamilcil Ustoz guruhining a'zosi Azmat Osmon bo'laman. Men bu qatam yerim hal qilish musobaqasiga bir naqsha, hal qilish musobaqasiga 3 naqsh tayyorlik qildim, jami 4 naqsh tayyorlik qildim. Bu naqshini ustozim Kamilcil hamda G'ujumat Qurbon, Murodil Kam qatorliq ustozlar bilan birga fikrlash orqali bu 4 naqshini tayyorladik. Bu jarayonda Kamil Kam, G'ujukamlar intayin japa çekti. Hem de ustazım Kamilcil, G'ujukam, yani Murodil Kamlarga chin dilimdan rahmatimni aytaman. Japa tatdilar. Rahmat sizlarga. Seherdi günler kılgındı cılvan Boldu tağ joluma seyligan Boldu tağ joluma seyligan İçilgan günler yanga tuğ Bir-birdin körkemdir raba İçilgan günler yağa tuğ Bir-birdin körkemdir raba Mecnun ta Mecnun Mecnun, hey tam Mecnun
hicran bilen Mecnun bir güne Çıkar inmiş bulak boyuga Çıkar inmiş bulak boyuga Şunda görüp Leyli boyuna Allah'ıma suda başına Şunda görüp Leyli boyuna Allah'ıma suda başına Mecnun Növətki minutlarda yana davamlıq ustazlarınki, yəni 15 nəfər bahalıqçı ustazның mayırlarımız üçün numar berdiğən payetləri yetib kep qaldı. Dilkar huzurida sürgen xiyal şunchalik güzel. Dilkar qalb dengizimizda ba'ayni g'azal. Dilkarni kiygan ayol tağlarning chekisidagi guldek latafetni ko'rdi afzal. Dilkarga mag'rurlik, jalbkorlik, sehiylik yo'g'rilgan. Dilkarning rahiti jismimizga, madiyasi ismimizga yar bo'lsin. Dilkar kiyimlari 3, 2, 1 numar taxtisiga qarab baqayli. 98 numar. 97 numar, 96'dan 10'dan 5 numar, 98 numar, 99 numar, 99 numar, 99 numar, 99 numar, 98'dan 10'dan 5 numar, 98 numar, 99 numar, 99 numar, 99 numar, 98 numar. Onun başqa baş ustaz Abdullah Abiri muallim nomlaygan numari 96'dan 10'dan 5 numar mübarek olsun. Bizning C guruhidagi 5 nafar mayirimizning numurlari jamlanib chiqishlik, albatta yana chiroyli naqshlar orqali kayfiyatimizda tatbiq etishga ehtiyojimiz bor. Bu qarar Ipak Yo'li sadasi programmamizga o'xshashlam bizning suyumlik yosh san'atkorlarimiz, natijalik do'stlarimiz alayda qadam tashrif qildi. Shularning qatorida alqishliq yosh naqshchi, ijodiyatchi, muzikant Asqar Muxtar apandimni chiroyli naqshlari bilan sahnamizga taklif etib oldik. Sahnamizga marhamat.
ey nigarım mehrini beshafqatdan izdima tanholikmu mas qilar ko'p bulqatdan izdima nafrat chunqur bulaqtur muhabbatdan izdima tabassum şadlığını kaygıdan izdima Vaqt ketdi, qut ketdi Dam fursatdan izdima İnsan ömrü bir nefes Düşürettin izdima İçmek bolgan suyunu Tal sevettin izdima Sevgi addi yürekte pul kıymettin izdime Sevgi addi yürekte pul kıymettin izdime Faqatla kitap xattin izdima Can manası termiknat Bimiknattin izdima Şirinlik mi hayat mi Asal kanattin izdima Ey nigarim mehirni Qadrli ko'rman do'stlar, albatta yerim hal qilg'ish musobaqamiz uchun alohida sovg'a tayyorlab kelgan san'atkorlarimizdan oyqizilib qolgani yo'q. Navbatda ehtirom eligida sahnamizda olqishlanayotgan, chiroyli naqshlari alga yaratgan bizning suyumlik san'atkor do'stlarimizdan Roza Azizni yaqimliq naqshlar bilan sahnamizda taklif etamiz. Albatta uning naqshlariga keltirib, ajoyib chiroyli usullarni o'ynab berish uchun biz
usul pervanesi Nilüfer Tayir'di mi? Bugün programımızga alaydı teklif ettik. Sahnimizga rahmet. Saçın yelpiner kara küçüge telpiner Karı saçın yelpiner kara küçüge telpiner Hepsi tanda gülüp kalbim gıdiden gülüner Hepsi tanda gülüp kalbim gıdiden gülüner Vay kınım nazım kınım sen mağına şah Vay kınım nazım kınım senden bileke yok ninem Sen idin canan çünemde kan ide Sen idin canan çünemde kan idim Göz işim yapraktı ki nazarlıkımda silkiner Göz işim yapraktı ki nazarlıkımda silkiner Vay kınım nazım kınım sen mamına şah Vay kınım nazım kınım senden bileke yok ninem sen gire Yıldızım bire boynum kısagen sen gire Behlerin vay bir tutam vay bilmedim can kim bile Behlerin vay bir tutam men bilmedim yar kim bile Vay kınım nazım kınım sen mamına şah Vay kınım nazım kınım senden bileke yok minim Vay kınım nazım kınım sen mamına şah Vay kınım nazım kınım senden bileke yok minim Senden bileke yok minim Ekran aldidagi aziz ko'rmanlar, har son Ipak yo'li sadosi programmamizga diqqat qilib kelayotgan, shundaqla qalbidan qo'llayotgan suyumli do'stlar. Albatta sizlarning ishtirok qilishinglar bilan 6-qaror Ipak yo'li sadosi programmamizning yerim hal qilg'ish musobaqasini oyoqlash oldida turyapti. Undan burun biz yerim hal qilg'ish musobaqamizda C guruhi nomi bilan o'zaro musobaqaga tushgan 5 nafar mayirimizni sahnimizga taklif qilamiz. Shundaqla ustozlar va ko'rmanlarning guvohligida ularning numeriga diqqatimizni og'diramiz. Qandoqli mayirlarimiz sahnimizga marhamat. Ipak yo'li sadosi 6-qaror Oltin Go'har Ipak yo'li sadosi programmasining yerim hal qilg'ish musobaqasida C guruhi nomi bilan o'zaro musobaqalashgan mayirlarimizning natijasi tovandikicha. Zulfiqar Adil 94,8 numar, Raziya Erkin 95,35 numar, Aziz Turg'an 95,92 numar, İlham Rasul 96,27 numar, Azmat Osman 98,31 numar. Bularning qatorida 98,31 numar bilan hal qilg'ish musobaqaga kirgan do'stimiz Azmat Osman va 96,27 numar bilan hal qilg'ish musobaqamizga kirgan do'stimiz İlham Rasulni qizg'on qutlaymiz. Bir qadam oldiga chiqsanlar muborak bo'lsin. Bu ikki nafar mayirimizdan hal qilg'ish musobaqada texnik yaxshi bo'lgan iqtidorini joriy qildirib, yana katta bo'lgan natijalarning egasi bo'lishini, shunaqla avtomobillarimizni haydab qaytishini chin ko'nglimizda umid qilamiz. Tayyorlik qilib, bu bo'g'ay sizlarga omad tilaymiz. Muborak bo'lsin.
qadrli mehmonlar, albatta navbatdagi 3 nafar mayirimizgimi Go'har guruhi alayda ko'ngil sovg'inlarini tayyorlabdi. Shunaqla ularga yarasha Munavvar naqshchi sharifini tayyorladik. Albatta bu suyumlik, tirishchan va natijalik mayirlarimizga ko'ngil hadiyalarini yetkazib berish uchun navbatda sahnamizga Muxtar Bug'ra muallim, Gav'ang muallim, Abduvali Sattar muallimni alayda taklif etdik. Sahnamizga marhamat. Birodarlar, bizningki musobaqamiz baldaq yuqori pallaga qarab mengayotdi. Mushu o'ng taraf, sol taraf, o'ng qanot, sol qanotimdagi birodarlar va boya o'zini shallanib ketdi deb qaragan birodarlarga mening azroq ko'ngil so'g'am bor. Va bizning nima degan vaqtda Texi o maşina kilemdo kemmemdo o kiyingi gap ama nehmani edevatsizler menimce muşunu olan mübarek deyme aldı bilen. Onun deyken bizim Bilal Enever'ninki yeni ritim medeniye şirketinden muşu 9 nefer Munavvar naqshchining her birinin birden naqshini MTV qilib ishlab berishga va'da qildi. Demek bu cho'ng mukofot deb qarayman. Muşu 9 naqshchi Bilal Enever qarindishimni tepib muşu MTV filmini ishiltivasi bo'ldi. Haqsiz bu mukofotni ko'ngil so'g'is qilgan Bilal qarindishimizga hammamiz bir olqish beraylik. Mana bu shundoq ko'ngil so'g'inlarimiz bilan va olqishlarimiz bilan 9 nafar Munavvar naqshchi chuqum Yipek Yolu Sadası programmasının en yaxşı balları deb qarayman. Çünkü her qanda ata-onaga nisbatan avo yaman a'lo bala, mavo döt bala, mavo aqlliq bala va yoki nadon bala degan hukm yo'q. Mushu balalarning hammasi Yipek Yolu Sadasının a'lo o'quvchilari, eng mehribon balaları. Rahmat sizlarga. Ekran aldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi hurmatli tomoshabinlar, albatta suyumlik san'atkorlarimizning bu qaror Yipek Yolu Sadasi programmamizda tabriklab yetib kelgan qadamlar uzilib qolgani yo'q. Ular chiroyli naqshlardan dasta-dasta gullarni yasab, mayirlarga omadlab huzurimizga uchib yetib keldi. Shularning qatorida sahnaga yarashgan yosh olqishliq naqshchi do'stimiz, shundoqla yaxshi ijodiyatchi Bilal Anvar bugun naqshlar bilan bizni qutlab sahnamizda o'z ko'ngil so'g'isini hadiya qilmoqchi bo'lyapti. Qinundaqda do'stimiz Bilalni sahnamizga taklif etdik. Marhamat. Ritimsiz bir tuyg'u Gitar yanımda Turdum gangıra Kolumda kalem Gözümde şebnem Tayarlandım ne güdür Şunca aldırar Lekin cevapsız hemme Sakladım kelmedi umuyunumga Birdim bir hemrayim Bop kaldı gitti Aylanıp gidermen men bu naqşıga Suallar köp lekin cevapsız hemme Sakladım kelmedi umuyunumga Birdim bir hemrayim Bop kaldı gitti Aylanıp gidermen men bu naqşıga
kalbimde mengülük nida aylanıp gidermen men bu nakşıga beni kan nakşılarga çöküp baktım mı G'iriplik hükümdar yalgızlığımga Tüptünüç kalbimde mengülük nida aylanıp gidermen men bu nakşıga aylanıp gidermen men bu nakşıga Ekran aldidagi aziz ko'rmalar, naq maydondagi hurmatli mehmonlar, shundaqla qimmatli baholovchi ustozlar. Sizlarning qatnashinglar bilan 6-qaror Oltin Go'har Ipak yo'li sadasi programmasining yerim hal qilg'ish musobaqasi nihoyat muvaffaqiyatli tamomlandi. Biz bu musobaqa bosqichimizda olqib chiqqan 6 nafar mahirimizning hal qilg'ish musobaqada texmi yaxshi natijalarning guvohchisi, shundaqla egisi bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Ham shundaqla ekrandagi barliq do'stlarimizning izchil turda bizni qo'llab kelayotganligiga tashakkurimizni bildiramiz. Undaqda hal qilg'ish musobaqamizni ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. İpek yolu sadası, sevginin yok çigresi. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çigresi. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. Gümüş bağlar çok iyisi, nur kaydı yüreğe. İpek yolu sadası, sevginin yok çigrası. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çigrası. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çigrası. İpek yolu sadası, hoş avazlar seynası. Bir dilekten Allah göz açdı seherde. Bir dilekten Allah göz açdı seherde. Ulaşıdı toyga toy, taxitler seferde. İnsan şah seferde, Bəxtiklər zəfərdə. İnsan şah seferde, Bəxtiklər zəfərdə. İpek yolu sadası, sevginin yok çigrası. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası.